Internetda shu yegulikni ko'rib, men ham tayyorlab ko'rdim. Mazasi qanaqaligini video oxirida aytaman. Idishimizga suv, tuxum, tuz solib yaxshilab aralashtiramiz va unni sitadan o'tkazib, bir xil massa hosil bo'lgandan keyin yog' solib yana aralashtiramiz. Tayyor massani sitadan o'tkazish esingizdan chiqmasin. Tovamizni ko'p qizdirishimiz shart emas. Yupqagina qilib, ketma-ketlikda pishirib olamiz. Bilinchiklarimiz pishib chiqquncha bekor turmaymiz va tovamizga yog' solib, piyoz, rangli qalampirlarni solib yaxshilab qovurishga qo'yamiz. Bu orada esa juda ham mazali ichimlik xorazmcha qora joy tayyorlaymiz. 1 litr suvga 2 osh qoshiq qora joy solib qaynatishga qo'yamiz va tovamizga tomatni pasta, tuz hamda suv solib 15 daqiqaga dimlashga qo'yamiz. Bu orada qaynagan choyimizga 1 litr suv hamda tabga ko'ra shakar solib yana qaynatishga qo'yamiz. Endi esa qaylamizning ustidan to'g'ralgan ko'katlarimizni solib, Ravnak brendidan tayyor presslab qo'yilgan juda ham mazali go'shtimizni to'g'rab solamiz va xamirimizning ustidan tayyor qaylamizni solib, ustidan yaxshi eriydigan sirimizdan ham ayamasdan solamiz va xuddi videoda ko'ringanidek ketma-ketlikni amalga oshiramiz. 180 gradus pechimizga 10 daqiqaga yoramiz. Qarabsizki, juda ham mazali bo'lgan yeguligimiz tayyor. Bu taom menga juda ham yoqdi. Siz ham albatta shu usulda tayyorlab yeb ko'rishingizni maslahat beraman. Aytgancha qora choy tayyorlab ichib ko'rish esingizdan chiqmasin.